Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Ustoz ko'makchi metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan 4 qismdan iborat 2-sinf matematika kitobining 3-qismidan 9-mavzu 40-darsimizni boshlaymiz. Mavzuimiz nomi metr. Hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan avvalgi darslarimizda atrofimizdagi har bir narsa ma'lum bir uzunlikka ega ekanligini va uni uzunlik o'lchov birliklari orqali o'lchash kerakligini o'rganib olgan edik. Biz qalamning uchi, chumoli kabi eng kichik narsalarni millimetrda, kitob yoki qalamlarni esa santimetr va detsimetrlarda o'lchash kerakligini avvalgi darslarimizda o'rganib chiqqan edik. Endi shkaf yoki sinf xonaning uzunligini biz santimetrda o'lchamoqchi bo'lsak, bizga bu qiyinchilik tug'diradi. Endi sinf xonangizdan sport zaligacha bo'lgan masofani o'lchash uchun santimetrdan foydalansak, bu undan ham qiyin. Biz mana shu kabi masofalarni o'lchashda metrdan foydalanar ekanmiz. Demak, nisbatan uzoqroq bo'lgan masofalarni o'lchashda biz metrdan foydalanar ekanmiz. Tushundingiz-a? Biz uni qisqartirib M harfi bilan yozar ekanmiz. Demak, bu M bilan yozganimiz bizda metrni anglatar ekan. Metrni o'lchashni o'zining asboblari bor. Biz buni hayotda ko'rganmiz. Ya'ni qurilishda yoki tikish, bichish ishlarida foydalaniladi. Mana rasmini ko'rishingiz mumkin. Demak, bu metr. Endi bu metr bilan detsimetr, santimetr va millimetrlarni qanday qilib bog'lasak bo'ladi? Demak, bizda 1 metr 10 detsimetrga teng ekan. Tushundingiz-a? 1 metr 10 detsimetrga teng ekan. Va 1 metr 100 santimetrga teng ekan. 1 metr millimetrga o'tadigan bo'lsak, 1000 millimetrga teng ekan. Qaytaraman. 1 metr 10 detsimetrga teng. Santimetrga o'tadigan bo'lsak, 1 metr 100 santimetrga teng. Millimetrga o'tadigan bo'lsak, 1 metr 1000 millimetrga teng ekan.